Sen marazida ish yurishmayapti-kanda. Ustoz, men nima qildim? Ona qanday zotligini bilasanmi o'zi? Obbo, nimaga ish yurishmadi bugun? Nima bo'layapti o'zi bugun? Umuman tushunmayapman. Hech ham bunaqa bo'lmagan. Umuman bugun kun boshqacha bo'layapti. Jon ona, men yosh bola emasman. Ertalab chiqib ketgan bo'lsam, ishga kelaman-ku. Yosh bola emasman-ku, bir erkin qo'yasizmi? Ishxonada hech kim onasi telefon qilmaydi. Bo'pti ona, kechqurun boraman. Voy maraz, mana sababini bildim. Abdurashid, ona qanday buyuk zotligini bilasanmi? Seni tug'ilganingdan tortib ketingni tozalagan jirkanmassan. Tunlari bedor bo'lib seni emizgan, katta qilgan, borini bergan, yemagan, ichmagan. Onani butun umr senga qilgan mehnatiga shu bir rahmat iflos. Men endi tushundim, nimaga bugun ishim yurishmaganini.